Men 2,5 olib keldim pulni. Albatta endi qishloqqa qaytsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta hozir chanqamasligimiz uchun bitta kolani olib kelaman. Mana 2,5 Albatta olib kel, hammamiz ichamiz birga. To'g'rimi? Chanqamaymiz keyin. To'g'ri, albatta. Hozir men boraman, to'g'rimi qishloqqa? Borasan. Xo'sh, borsak ham bo'ladi уже. Ketdim men. Sizlar o'tirib turinglar, shaqqa meni kutib. Mana shu avtobus orqali boramiz. To'g'rimi? Уже men boryapman. Mana yetib keldim. Mana shu yoqqa. Mana shu yoq bo'lsa kerak уже. To'g'rimi? Albatta shu yoq. Xo'sh, kolani hozir olamiz. Ikkita izim bo'lib turar ekan. Hozir mana bo'ldi, oldik. Ikkita izim bo'ldi evaziga. Yaxshi. Xo'sh, qishloqlarni men olib keldim. Albatta yaxshi. Ketdik endi avtobusga mininglar. Albatta minamiz hozir. Qochinglar. Yetib keldik qishloqqa, to'g'rimi? Albatta to'g'ri, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Xo'sh, men nima qilyapsiz bu yoqqa? Qishloq qandaydir zurriyotli bo'lib qoldi, nima bilmayman. Qanday bo'lganini. Qanday bo'ldi? Menimcha buni kim qilganini kim biladi endi buni? Men bilmayman deyapman-ku. Qanday kim qilsam shunday. Qishloqlar, qaranglar. Qishloq zumratli bo'lib qoldi. Albatta-da. Zumratli endi biz boymiz. Nima? Endi qishloq zumratli bo'ladimi? Albatta zumratli bo'ladi. Endi biz qishloqimiz boy bo'ladi. Nima deyapsizmi? Boy bo'lamiz? Do'stlar, endi bizning qishlog'imiz boy. Like buni ham bosib qo'yinglar. Do'stlar. Qishloqlar qaranglar. Hayvon topdim. Endi biz qishloqqa kelsak bo'ladimi? Albatta. Ajoyib qishloq bo'libdi, lekin kodli ekan mana bu yerlar. Bu nima? Albatta bu. Hamma yoqda shunday o'rnatilgan. Samolyotlarni menimcha almashmagan. Samon zumratdan bo'lmagan ekan. Bo'ladi. Samon zumratdan bo'lmagan ekan, to'g'ri. Endi buni hisoblaymiz, kalkulyator ekan. Nima bo'ldi men? Menga hammasini bergan. Zumratdan bo'lmasan. Hozir men akkauntni tuzayotgandim. Hammasini beraman akkauntni. Hammasiga bilmayman, to'g'rimi? Albatta. Bunga nima? Hamma yoq endi shundaymi? Izim o'tib berib ish qilamizmi endi? Nima bo'ldi qishloqlar? Endi biz qishloqqa ketishimiz mumkin. Qishloqdan xohlasak ketamiz, qishloqlar. Mana buni endi pul bersak bu yerni tozalar ekanmiz. Bo'lsam tozalab bo'lmay ekan, mana. Bunga pul bersak tozalab bo'lar ekan. Bu qanday dahshat, do'stlar, qishloqlar. Bunisi ham shunday, hattoki uyni ham eshigi shundaymi? Uyga ham endi o'zimning uyimga hattoki pul bilan kiramanmi? Bu juda ham yomonlik. Men ahmoqlik qilgan. Millionerga qilib bergan hammasini. Bu juda ham ahmoqlik. Millionerga shuni qildirishga majburmi? Endi hammasini nima qilamiz? Hamma yog'izim o'tib yotibdi. Qishloqqa sen ham pul bilan kirdingmi?
Nima? Pul bilan kirding? Hamma o'zini uyiga endi pul bilan kiradimi? Izn o't orqali. Ha, bilmayman. Shunday bo'lsa kerak qishloqqa. Endi bilmadim, qishloqdan ketamiz balki. Ha, shunday qilsak to'g'ri bo'lardi. Qishloqdan ketish bu yaxshi, lekin bilmadim ketamizmi yo'qmi, uni ertaga hal qilamiz. Ha, yaxshi. Endi men hozir uyga kiraman. Ha, yaxshi. Ha, qarab bo'ldi. Soat o'chirmayapti. Uxlanib qoldim. Nima bo'lyapti? Uxlanib qoldim. Ha, ishlayapti. Ochildi. Mana eshikni ochyapman. Ochilmayapti-ku. Qani kiramiz uyga. Eshik yopilib qoldi. Ha, qishloqqa eshikni och. Eshikni och. Eshik ochilmayapti. Qishloqlar nima bo'lyapti? Biz eshikni ocholmayapmiz. Nima deysizlar? Men ikkalamizniki ochildi, qo'shnilar meniki. Sizlarniki buzilib qoldi menimcha. Yana yopilib qoldimi qishloqqa? Hayronman. Yopilib qoldi. Endi qanday qilamiz? Qishloqqa uylarga. Bilmayman endi buni. Qishloqdan ketamiz balki, mendan so'raylikchi. Men mazza qilib o'tirgan. Xo'sh. Endi men Telefon qilaychi. ha, yaxshi. Alo, kim? Bu Yaxshi. Endi men telefonni qo'yaman. Gaplashib bo'ldim. Endi biz boramiz. men nima deyapti? Bo'y emasmiz, biz puldan ayrilyapmiz. Uniki bepul kiryapti, biz bepul emas. Bu yomon. Men uchun pullik emas, biz uchun pullik. Nima uchun? Axir biz ham yashaymiz-ku bu qishloqqa. Mana do'stlar, ketishimizga tayyorlanib oldim mana. Burger va yeyishimizga narsalarni olib oldim. Mana hammamiz yeymiz endi shuni. Yaxshi. Endi biz qishloqdan ketamiz. Bu nima? Menimcha bu boshqacha bo'ldi. Uni merga yediramiz do'stlar. U keyin hushidan ketadi. Mer, qandaysiz? Ha, yaxshi. Nima deysan menga? Albatta sizga mana bu burgerni bermoqchiman. Sevgi uchun. Mana menga Berasan boshida. Ben do'stimiz. lekin Nima lekin? Siz? qishloqqa man yeyib oling. Endi biz quduqda yotamiz. Hamma narsani yopib tashlaymiz. Men nima bo'ldi? Kalaman. Acıyapman. Suvga istaman suv. Suvni kim yaptı? Qanchaman. Yomon og'zimga yaptı. Endi suv ham pullik. Suvni o'tmayapti. Albatta yapamiz, chunki bizni hamma narsani pullik qildingiz. Yo'qman. Albatta endi yig'inasiz. Yaxshi bo'libdi. Qishloqlar, bu yoqqa kelinglar. Eshik ochilmayapti. Endi o'zingiz bilasiz buni. O'zingiz ochib bering bu yoqni. Ochilmayapti.
Qanday? Meni bo'lib tugadi. Endi u yana buzib tashlaymiz. Buniyam pullik qilib qo'yamiz. Nima bo'ldi? Hozirgina mana ochyapman, mana ochdim, mana. Xo'sh, ko'ring. Xo'sh, mana sandiqda suv yo'q ekan. Kechirasiz. Nima qilib qo'ydik? O'zimni uyimda bo'lmaydi deysiz. O'zimni uyimda. Nima bo'ldi uyimda? Uy qulflari qoldi. Nima qilib qo'ydik? Ochyapti. Qishloqqa yaxshi qilibsan. Nima qilding? Sen? Nima qilib qo'yding? Endi men sizni jahlingizni chiqarish, bizni jahlimizni chiqardingiz. Endi siznikini ham chiqaramiz. Mana narsadan suv olasiz. Suv ham, hattoki suv ham ichish pulli. O'lib qoldim, nima hushidan ketdi. Jahlim chiqyapti. Ular nima qilib qo'yishdi? Men nima deyapsiz? Sizlar nima qilib qo'ydinglar qishloqni? Uyga to'nkab. Nima deyapsiz men? Axir sizlar meni qarab qo'ygan Qaynotib pishirdinglar. Nima qilaman endi? Qishloqlar juda kulgili. Endi qishloqni oddiy bo'ldimi mana? Yaxshi bo'pti. Yaxshi, albatta oddiy qishloq yaxshi ekan. Men ketdim. Qishloqlar endi o'zimiz uyimizga ketsak ham bo'ladi. To'g'rimi? Albatta ketamiz uyimizga. Ketdik. Xo'sh, men uyimga bemalol kiraman va yotaman. Hammaga xayr-xo'sh, men kompot bo'ldi. Hammaga xayr.